Xitay tacavuzçiləri Uyğur yezi 5-ci əmgək güclərini Xitay virusunun mərkəzi bolğan ölkələrə davamlıq yollamoqda. Xitay tacavuzçiləri Şərqi Türkistanın cənubiga joylashgan viloyat oblastlariddagi Uyğur yosh qiz o'g'illarni yezi 5-ci əmgək gücləri namida Xitay virusunun mərkəzi bolğan Xitay ölkəllərinə davamlıq aeroplanda yo'lga salmoqda. Şinjan gazetining xabar qilishicha, yerlik doiralar 27 fevral kuni Xotan shahri va Qarqash noyisidan, ya'ni 353 nafar Uyg'ur yoshni Xitoyning Guangxi va Fujian o'lkalariga yo'lga salgan. Xitoyning Wuhan shahrida portlagan koronavirusning butun Xitoyni qoplab, Xitoydagi nurg'un o'lka shaharlar fuqarolarining ko'chaga chiqishini cheklagan mazgilda Uyg'ur yoshlarining bu joylarga turkumlab ishlamchilikka avatilishi chet eldagi Uyg'urlarni qattiq andishaga solgan. Bu ahvolga qarata ularda Xitoy tajovuzchilarining maqsadiga qarata savol paydo qilgan edi. Bu yaqinqi bir hafta ichida Xotandan ichkiri o'lkalarga yo'lga silingan ikkinchi turkum kishilardir. Buning oldida Xitoy tajovuzchilari Xotandan 171 nafar Uyg'ur yoshni aeroplanda Xitoyning Changsha shahriga yo'l solgan. Yerlik doiralar 26 fevral kuni Aqchi noyisidan 133 nafar ishlamchining Xitoyning Jiangsu o'lkasidagi Wuxiga yo'l solgan edi. Şinjan gazetining xabarida oshkorlanishicha, 27 fevral Xotandan yo'lga silingan 353 nafar ishlamchining 179 nafari Xotan shahridan, 174 nafari Qarqash noyisidan ekan. Chet eldagi Uyg'urlar Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur yezi 5-ci əmgək kuchlarini koronavirusning rayondagi lagerlarga tarqalib, og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishdan, shundaqla mazkur rayonda yo'l qo'yilgan karantin tadbirlarining rayonda ocharchilik paydo qilishidan qattiq andish qilayotgan bir mezgilda ichkiri o'lkalarga yo'lga silishni planli holda Uyg'ur əmgək kuchlaridan foydalanish hamda ularning hayotiga maqsadli ziyonkashlik deb ayblamoqda. Xitoy tajovuzchilari 27 fevral kuni Şərqi Türkistandan yana bir turkum yoshlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkidi. Xitoy xabarlar to'g'rining xabariga qaraganda 26 fevral kuni Qizilsuv Qirg'iz Avtonom oblastining Aqchi noyisidan 135 nafar yosh Jojiang o'lkasining Yivu shahriga qarab yo'lga chiqqan. Bu yoshlar avtobus bilan Aqsu aerodromiga opirilgandan keyin maxsus aeroplan orqali Yivuga avatilgan. Yuqoridagi xabarda Xitoy o'lkalarida yuqum ahvolining tezgilganligi, bu yoshlarning ichki o'lkalardagi zavod korxonalarining navbatda jiddiy emgak kuch ehtiyojini qamdash uchun fidokorlik bilan saplarga otlanganligi ilgari surilgan. Xitoy tajovuzchilari o'tgan haftaning oxirlaridan boshlab yezi 5-ci emgak kuchlari nomidagi Uyg'ur yoshlarini koronavirusi keng tarqalgan Xitoy o'lkalariga yo'tkashga boshlagan edi. Dastlabki turkumda oz kam 400 dek Uyg'ur yoshni Xotan va Aqsu viloyatlaridagi yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan Xunan, Jojiang va Jiangxi o'lkalariga yo'llangan edi. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, Xitoy axborotlari xabarlarida Uyg'ur yoshlarining arzu aeroplanlarga o'ltirib, yanami ko'p pul tepishga otlanganligini tashviq qilgan. Biroq chet eldagi Uyg'ur kuzatchilar Uyg'ur yoshlarining turkum-turkumlab eng og'ir yuqum rayonlariga avatilishiga norozilik bildirmoqda. Ular bu vaqtdagi inkaslarda Uyg'ur yoshlari Xitoy o'lkalariga ishlab chiqarishni kafolatga qilish uchun qurbonlik qilib tanlandi deyishmoqda. Darvaqa Xitoy davlat raisi Shi Jinping yaqinda Xitoy bo'yicha ishlab chiqarishni asliga keltirib, iqtisodga kafolatlik qilish haqidagi jiddiy yo'l yo'riq bergan edi. Xitoy tajovuzchilari bir qism Uyg'urlarni dunyodagi donliq marka Nike oyoqlarini ishlab chiqarishga bir zavodga yo'tkab kelganligi ma'lum. Washington Pochtasi gazetining xabar qilishicha, mazkur shirkatning Qingdao shahriga joylashgan Taikawang zavodiga elib kelingan Uyg'ur yoshlar qattiq nazorat ostida ishlaydi ekan. Muxbirning savoliga qo'rqib turib javob bergan bir Uyg'ur qizi, biz taloqqa chiqib yura olamiz, ammo yurtimizga qaytib keta olmaymiz degan va boshqalarning ko'rib qilishdan ansirab darhol ketib qolgan. Xabarlarga qaraganda bu ishchilarning hammasi degidek 20 yoki undan tuvan yoshdagi qizlar ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu Uyg'ur ishchilar zavod rayonidagi kishilar bilan aloqa qilishdan ansiraydi ekan yoki aloqa qilmaydi ekan. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan bir baqqal ayol mundaq degan: "Bularning bu yerga o'z maylishi kelmaganligini hamma odam biladi. Ular bu yerga elib kelindi." Yana bir baqqal: "Bu Uyg'urlarning bu yerga kelmakdan boshqa iloji yo'q. Hukumat ularni bu yerga avatdi" degan. Xabarda Avstraliyadagi strategik siyosat institutining dokladidan naql elib ko'rsatilishicha, Takivan zavodida Uyg'urlar majburiy emgakka o'xshab ketadigan xizmat sharoitida ishlaydigan 80 cho'ng dunyoviy markalarga mol ta'minlaydigan zavodlarning biri ekan. Gizning ziyoratini qabul qilgan doklad avtori Wei Kishujing mundaq degan: "Xitoy hukumati Shinjongdagi atalmish qayta tarbiyalash lagerining jazo, madaniyati va axloqini Xitoyning hamma yeriga eksport qilmoqda. Xitoyning maqsadi Uyg'urlarni xitoylashtirish, holbuki Nike şirketi o'zlarining kishilik huquqiga hurmat qilganligi hamda o'zlariga mol ta'minlashlarning har qanday shakldagi majburlash turma emgaklari xarakterlik emgaklardan foydalanishdan cheklaganligini bildirgan. Takwang guruhining Janubiy Koreyadagi ijroiya mudiri Kim Jae-min Qingdaodagi zavodda 7100 ishchi borligini, bularning 600 nafari Uyg'urlar tashkil qilganligini, bularning eklishga maqsad
yerlik ishchi kam bo'lish bo'shliqni to'ldirish ekanligini aytgan. Xabarda Avstraliya strategik siyosat institutining dokladidan naql elib ko'rsatishicha, Xitoy tajovuzchilari 2017-yildan 2019-yilgacha 80 ming Uyg'urni Xitoyning har qaysi joylaridagi zavodlarga yo'tkigan. Xitoyning mazkur siyosati korona virusi og'ir vayim paydo qilgan mazgilda davomlashtirilishi, hatto ba'zi Uyg'ur ishchilar virusga bir qadar keng tarqalgan Xubey o'lkasiga qo'shni rayonlarga yo'tkishi kuzatuvchilarning diqqatini tortgan edi. Kelishimizcha, Xitoy tajovuzchilari 4-oygacha 10 ming Uyg'urni ichkiri o'lkalardagi zavodlarga yo'tkish plan qilinayotganligi ilgari surilmoqda.